Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. 28-aprel 2025 Zeleniy Abreskaga tushdik. Zeleniy Abreskadan keyingi holatlari Vanderkot Urilarni o'zi may oyiga o'tkazmasdan Zeleniy Abreskasini qilyapmiz. Xudo xolasa endi rang olishlari ham tiniqlashib qoladi. Hozir ancha quyosh tushdi. Oldingi holatda quyosh tushmaganda kalta kesyapmiz. Xudo xolasa maqsad bularni bo'yini o'stirmaslik. Bularni kalta kesishimizdan maqsad nima? Maqsad bu qanchalik uzun bo'lsa, mevali shox tanadan uzoqlashadi va mana shu uchularda kelgan siyralar maydalashadi mevalar. Nima? Buni isboti mana bu yerda. Mana bu uzun qoldirilgan mana mevalar endi biroz toqalash kerak bo'ladi. Mana uzoqlashyapti-da, mevalar mayda bo'lyapti. Mana yaqinlardagi yirik, mana tanaga yaqin turibdi, yirik bo'lyapti. Keyin ishlov berishi ham, yerdan uzishi ham oson bo'ladi. Ozuqa yurishi ham oson bo'ladi. Bunaqa yirik bo'ladi mevalari. Shuning uchun buni kalta kesamiz. Liderdan tashqari bo'lgan barchasini bir qarich qo'yib kessa bo'ladi. Ichkarini ham tagi bilan emas, bir qarich qo'yib olinadi. Ichkarisini ham bir qarich qo'yib olib tashadi. Mayda shoxchalargacha qoldirmasdan olib. Mana shularning hammasini olinadi. Bu o'zi yana avgustgacha yana bir qator o'sadi. Avgustda biz novda olish uchun kesganimizda o'zi yetarli miqdorda ochiladi. Shu bilan qoldi u yog'i. Endi rang olishi ham chiroyli bo'ladi. Mana hozir pritsa bilan inshaalloh 2 kun ichida pritsani olaman. Pritsa bilan solishtirib ko'ramiz. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, pritsa o'rigi bilan Vanderkotni birgalikda solishtiramiz. Mana hozir mana shu holatga keldi. Vanderkot bilasizlar, mana kasallikka qarshi fungis sepmaganman, o'shaning uchun mayda dog'lanish kasalligi bor. Lekin yaxshi, xudo xolasa, rivojlanishi, o'sishi yaxshi. Tepalardagini ham qisqartiramiz. Hop. Mana bilan bir qasr qo'yib kesamiz. Bugun mana 3-chi suvida yana qo'shimchasiga dog'ni berdim. 4-chisiga xudo xolasa 3 kundan keyin terimga misol uchun 10-mayda bizda terim bo'ladi. Vanderkotlar terim bo'ladigan bo'lsa, o'shanda selitra bilan kaliy beraman. Hozir amofos, karbamid, superfosfat, o'sha eng aralashma mikroelementli o'g'itni soldim. Organika o'qizdik. Bargidan beradigan o'g'itimiz, ham bor. Inshaalloh sizlarga uni ham suspensiyasi mevasini yiriklashtiradigan o'g'it bor. O'zi mana nimaga siyralashtirilmagan, o'zi to'kilyotibdi o'zi. O'zi siyralashib ketadi bu yerda. Hammaga rahmat.